Bugungi mavzuyimiz o'zi asosi transport vositalarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qabul qilingan hukumat qarori borasida bugun elektr samokatlar qatnov qismiga chiqishlari, harakatlashlari mumkin emas. Ular faqat mana shu piyoda yo'laklardan, trotuardan albatta yurishlari kerak. BSD toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan demak haydovchilar A1 toifadagi transport vositalarini bemalol boshqarishlari mumkin. Ayrimlar shunaqa tushunishmoqda, umuman men bormayman, hech qayerda o'qimayman. Yo'q. Yana bir marta men iltimos qilmoqchiman yurtdoshlarimizdan. O'sha Tristaveli ko'chasi bo'ylab Grandmir aylanma harakatigacha maxsus qulflar qilib qo'yishadi. Shlagbaumda ko'chani 4 ta qo'shni yashasa, favqulodda vaziyatlar mashinasi kira olmayapti. 10 daqiqa biz poylab turdik, 15 daqiqa. O'z navbatida bu ko'cha davlatning joyi. 3 oyoqli radarlarni ko'rasiz. Bu qonuniy. Assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz Adliya TV YouTube kanali va Saylgoh podkasti. Bugun ham siz uchun juda qiziqarli bo'lgan bir mavzuga to'xtalib o'tmoqchimiz. So'nggi paytlarda, so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ommalashdi. Endi skuter va mopedlarni boshqarish uchun ham haydovchilik guvohnomasi talab etiladi degan savollar, har xil bahs, munozaralar buning ortidan kelib chiqdi va mana shularga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Va bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Qahramon Xudoyberganov. Qahramon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Haqiqatan ham biroz avval ta'kidlab o'tganimizdek, sizni o'zingiz ham bu savollarga juda ko'p bor duch kelgan bo'lsangiz kerak. Endi haqiqatan ham skuter va moped boshqaruvchilari ham avtomobil boshqarish huquqiga ega bo'lishi kerakmi? Shu haqda dastavval to'xtalib o'tsak, haydovchilik guvohnomasi ular uchun ham kerakmi? Va nima uchun kerak? Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'plab muhokama bo'ldi, ya'ni moped, skuter, tritsikllar borasida fikrlar, so'zlar va bu bir necha marotaba uzaytirildi. Ularga shu tegishli hujjatlar asosida, davlat raqamlari asosida, haydovchilik guvohnomasi asosida boshqarish, albatta bu ko'chada ham o'zi har birimiz ko'rishingiz mumkin. Moped, skuterlarni boshqarish jarayonida o'sha boshqarishni haydovchini tajribasizligi, mana shu qoidalarni bilmasligi, biz ko'p ularga duch kelgan vaziyatda ularni to'xtatib, ya'ni yo'l belgilarini so'raymiz, svetofor ishoralarini, ikkinchi darajali asosiy yo'llarni va ayrim holatlarda ularni faqat o'rganib qolgan ma'lumot ana shu ko'p aksariyat qismi, ya'ni ana shu belgilangan yetkazib berish xizmatida manzilga borish faqat bo'ldi. Yetkazib berish xizmatida shu nimadir mahsulotni tezroq olib borish va ko'chada jarayonda qoidalarga ayrimlarini amal qilmaslikni ko'p kuzatdik. Ana shu yil boshidan ko'radigan bo'lsak, ular bilan bog'liq holatlar achinarli. Aksariyat holatlarda, ya'ni ikkita transport vosita ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lsa, aynan bitta skuter, moped bo'lsa va aynan moped, skuterni haydovchini ayb bilan holatlarni ko'p ko'ramiz. Piyodalar hattoki o'tish joyida ular yo'ldan boshqarib o'tishadi yoki qarama-qarshi yurishadi yoki bir ko'plab qoidabuzarlik holatlarda ko'rdikki, ana shu vaziyatlarda albatta ularga biz harakat qildik tushuntirishga, targ'ibot tashkil qilishlarni olib borishga. Bu keng qamrovli nafaqat poytaxtimiz, balki barcha viloyatlarda ham davom etdi. Yaqinda mana shu holat yuzasidan tartib solindi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2025-yilda 676-sonli qaror qabul qilindi. Endilikda ana shu qarorga asosan A1 haydovchilik guvohnomasi joriy qilindi. Endilikda mana shu vaziyatda ayrim holatlarda ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan ko'plab mana shu holatlar muhokama qilindi. 2026-yil 1-yanvar kunidan boshlab endilikda ana shu A1 haydovchilik guvohnomasi olish uchun faqatgina amaliy dars soatlari kerak bo'ladi. Ular endi avtomaktabga borib o'qish o'tirishmaydi, albatta ularga shu faqat 20 soatni demak o'rganishlari kerak bo'ladi. Va hozir juda to'g'ri mavzuni ochdingiz. Shu o'rinda tomoshabinlarga ham aytib o'tishimiz kerak. Bugungi mavzuyimiz o'zi asosi transport vositalarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qabul qilingan hukumat qarori borasida bugun podkast suhbati bo'lib o'tadi va biroz avval Qahramon aka aytib o'tdingiz, B yoki BS toifasida haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan avtomaktablarda borib o'qiyotganlar ozgina kutib tursak bo'lar ekan, bizni o'qishimiz ham shart emas ekan o'zi aslida degan xulosaga ham kelishdi. Bu to'g'rimi? O'zi qanchalik to'g'ri? Ularga ham bu tatbiq etiladimi yoki ABSD toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan demak haydovchilar A1 toifadagi transport vositalarini bemalol boshqarishlari mumkin. Ularga hech qanday hujjat kerak emas. Yo'q, avtomobil boshqarish uchun B toifani olish uchun ham o'qish shart emas ekan degan albatta ijtimoiy tarmoqda har xil fikrlar, gaplar chiqmoqda. Bu bo'yicha albatta shu qaror bo'yicha bir necha holatlar, bir necha jarayonlar tartibga solingan. 2026 1-fevral kunidan boshlab A va B toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'yicha ham hattoki shu faqatgina avtomaktablarda amaliy darslarni o'qish kerak bo'ladi.
mustaqil o'zlari nazariya o'qishlari mumkin, mustaqil o'zlari o'rganishlari mumkin va bu qoidalarni o'rganishlari kerak. Bu degani ayrimlar shunaqa tushunishmoqda, umuman men bormayman, hech qayerda o'qimayman. Yo'q. Ularga nazariy emas, faqat amaliy soatlar, bu majburiy belgilangan soatlarni, demak, albatta ular o'qib o'rganishlari kerak. Faqat farqini borish kerak, nazariy bilan amaliyni. Yana bir narsani alohida aytish kerak, mana shu A1 toifali haydovchilik guvohnomasi uchun imtihonlarda, albatta nazariy imtihonlarda 16tasiga to'g'ri javob bergan yurtdoshlarimiz va amaliy imtihonlarga ular qo'yiladi. Ha, demak, boshqa toifalarda adashmasam 20 ta savoldan 18tasiga Albatta, to'g'ri javob to'g'ri ishlasa, javob imtihon ishlasa, testdan o'tgan hisoblanardi. A1 toifa uchun 16ta belgilab berilgan. 20 ta savoldan 16tasiga 16tasiga nazariy, ya'ni shu imtihonda demak savollar to'g'ri javob bersa, ular amaliy imtihonlarga albatta qo'yiladi. Qahramon aka, hech kimga sir emas, buni juda yaxshi bilamiz. Har bitta qaror chiqishdan avval qonunlar ishlab chiqilishi shunga ehtiyoj borligidan ishlab chiqariladi har bir qonun, qarorlar va bu o'sha odamlarga, insonlarga yordam berishi kerak, foydali bo'lishi uchun ishlab chiqiladi. Aynan mana shunday qarorga kelinishiga, qaror loyihasi takomillashtirilishiga, o'zgartirish kiritilishiga nima sabab bo'ldi? Albatta, o'zi Ichki ishlar vazirligi ijro etuvchi tashkilot hisoblanadi. Bu bo'yicha demak qarorlar qabul qilindi. O'zi oddiy bir fuqaro sifatida ham ko'chada ko'rishimiz mumkin. Mana shu skuter mopeddagi yurtdoshlarimizni, albatta ularning ishi oson emas, mashaqqatli, lekin ayrim holatlarda ularni mana shu qoidaga rioya qilmasligi, yo'l belgilariga, yo'l elementlariga rioya qilmasligi yoki shoshib men o'taman deb bir qoida buzish oqibatida ayrim holatlarda begunoh insonlar hayotdan ko'z yummoqda. Mana shu oktyabrdan keyin ham bo'lgan voqea poytaxtning Sergeli tumanida sodir bo'ldi. Ya'ni skuter boshqarayotgan bir 2 nafar maktab o'quvchisi harakatlanib ketayotgan vaqtda raqamlarsiz boshqarilgan. Haydovchida yo'lovchida ham motoshlem bo'lmagan va hech qanday bir haydovchilik guvohnomasi ham bo'lmagan. Yakunda holat o'lim bilan tugadi. Ana shu yurtdoshimiz skuterni boshqa jarayonda yuk mashinasini zilni, ya'ni ostki qismiga kirib ketib qoldi. Ya'ni do'sti bilan shu suhbatlashgan vaqtimizda do'sti yo'lni u tomoniga tushib qolgan va ana shunday transport vositasini ana shu skuterni boshqarayotgan vaziyatda qoida buzish oqibatida holat ayanchli yakunlangan. Biz ko'pchilik yo'l patrul xodimlari to'xtatib, skuter yoki moped boshqaruvi bilan suhbat jarayonida bo'ldi, chora ko'ryapti, shunga ham endi jazolaydimi deb har xil izohlarni o'qisangiz fikrlar bildirishadi. Bizning maqsad hech qanaqa bir xodimning maqsadi kimdir jazolab, chora ko'rib ayblash emas. U insonga biz tushuntiramiz. Bizni bu vazifamiz. Agarda siz yoki boshqa fuqaro uni gapirsin, u fuqaro moped skuter boshqarishga aytishi mumkin. Sen kimsan, men nimaga vaqtingni olmayapsan deb har xil iddao va arzlar qilish bizning vazifamiz. Qonunni, qoidalarni ularga targ'ibot orqali tushuntirish va oxir oqibatda agar ular qoida buzish oqibatida yakunda nima bilan tugashini ham misollar bilan tushuntirib doimiy ravishda bu hozir ham mana ko'rishingiz mumkin. 1-oktyabrdan boshlab vaziyatlarni ularga belgilab berilgan edi. Albatta davlat raqamlari, A toifali haydovchilik guvohnomasi asosida boshqarish belgilab berilgan edi. Juda ham ko'chada kamaydi. Hozir ko'rmayapmiz o'zi yo'llarda skuter mopedlar deyarli yo'q. Yo'q. Ilgari ko'rsiz, raqam yo'q, boshda shlem yo'q, haydovchilik guvohnomasi yo'q vaziyatda yo'lning o'rtasidan chiqib kelishardi. Har xil manyorlar bilan svetoforga ham qarashmasdi, to'xtash chizig'iga ham qarashmasdi, xohlagancha yurib ketishardi va hozir ko'ring, raqam bor, shlem bor, A toifali haydovchilik guvohnomasi ham bor. O'z navbatda bu nima uchun? Ularda endi bilim, ko'nikma paydo bo'ldi. Ular o'qib o'rgandi. Ular haydovchilik guvohnomasi shu A toifalarni shu qarordan oldin ham o'qib o'rganib chiqishdi va raqamlarni taqishdiki, agar ular raqam asosida biror bir joyda qoida buzsa va ularga jarima kelishi mumkin. Va ularni kimdir video yoki suratga olib tashlab yuborishi mumkin tegishli ana shu kanallarga, ijtimoiy tarmoqlarga tarqalishi mumkin bu holatlar. O'ziga salbiy tomonini ta'sir qiladi. O'ziga salbiy tomonini ta'sir biladi. Agar qoida buzsa, uni jarayonda yakunda qanday holat kutayotganini ham biladi u. Chunki ko'p bular bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz. Albatta ularni boya aytganimdek, ko'rsdan avval ham siz bilan buni muhokama qilayotgan edik, jarayonlarni. Ular o'rganib qolishgan. Tezroq vaqtdan yuchish uchun, tezroq ana shu mahsulotni A tochkadan B tochkaga olib borishni va ular ana shu jarayonga moslashib qolishgan. Ularga fikr, hayollari, qoida, yo'l belgilari, raqam hech narsa kerak emas, faqat tezroq qanchalik maqsad o'sha asosan bu hamma bilsa kerak, yetkazib beruvchilar, ya'ni dastlabki xizmati bilan shug'ullanuvchilar aynan skuter mopedlarni boshqarishardi va biroz avval aytib o'tganimizdek, birinchi o'rinda eng asosiy omil bu inson salomatligi. Insonning salomatligiga, uning hayotiga hech narsa ta'sir o'tkazmasligi kerakda salbiy tomondan. Va raqamlarga aniq to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Qahramon aka, mana shu qaror ishga tushgandan keyin, ya'ni jarimalar
vositalar chiqarilganidan keyin inson salomatligi bilan bog'liq holatlar, halokatlar qanchaga kamaydi? Deyarli har kuni kunora biz eshitardik moped skuter bilan bog'liq holatlarni. Hozir umuman men o'zim ham ko'raman, voqea joyiga chiqaman, moped skuter bilan bog'liq holatlar juda ham kamayib ketdi. Sababi ular ana shu qaror bo'yicha ana shu o'qib, o'rganib, qoidalarga, yo'l madaniyatiga rioya qilib boshqarishmoqda. Lekin ko'p moped skuterlarni ko'rsangiz, ana shu velosiped boshqarishmoqda, velosipedlarni boshqarishmoqda. Boshqarishsin, mopedlarni, skuterlarni ham qoida rioya qilsin. Bizning maqsadimiz ularni ana shu belgilangan demak har qanday turdagi transport vositalarini boshqarish jarayonida qoidaga rioya qilib yursa, ularni hech kim to'xtatmaydi, hech kim bezda ham qilishmaydi. Velosipedni ham ko'rsangiz, o'zi piyodalar yuradigan yo'lakdan yurish kerak. Maxsus piyoda bilan ular uchun ajratilgan maxsus yo'llar bor va ulardan yurish kerak. Mana hozirgi yana bir holatni alohidasiga gapirishimiz kerak. Bizni ham ashaddiy ishlatgan muxlislarimiz bordir. Bu bo'yicha Shotaristoveli ko'chasidagi yo'l. Muhtaram yurtboshimiz bordilar. Juda ham chiroyli, juda ham qulay. Siz avtobusdagi yo'lovchilar bir gaplashsangiz, xursand bo'lasiz. Ular mamnun. Juda ham tez borishmoqda manziliga. Tirbandlik yo'q, chunki alohida yo'lak bor. Avtobusning o'zi yo'li hech qanaqa, faqat bekatga to'xtaydi, svetofor to'xtaydi. Qolgan vaziyatda juda ham tez borib, tez kelmoqda. Avtobus haydovchilari ham xursand. Lekin ayrim holatlarda mana shu Grand Mir aylanma harakatidan o'sha vaziyatdan to'g'ri Shotaristoveli ko'chasi bo'ylab harakatlanish vaqtida chapga qaylish mumkin emas. Ko'pchilik aytishyapti, misol uchun men endi o'sha Sergeli tomon o'zgarish tomonga borib, Yujniy tomondan qaylamanmi deb. Yo'q. Misol uchun haydovchi Grand Mir aylanma harakatni boshlagandan so'ng to'g'ri Shotaristoveli ko'chasi bo'ylab harakatlanish vaqtida, misol uchun siz mashinada Gilinka chorrahasidan chapga burilmoqchisiz. To'g'ri ketmoqdasiz. Siz Gilinka chorrahasiga yetmasdan sal o'ng tomonga o'tib, o'ng qatorga, Gilinka chorrahasi yetganda o'ng qatorga qaylasiz. Ikkinchi darajali ko'chaga va 50 metrdan keyin maxsus ochiq joylar bor. So'ng orqaga qaytib, to'g'ri Gilinka chorrahasiga yurishingiz mumkin. Bu yo'lni to'g'ri tushunishimiz kerak. Jamoat transportining jozibadorligi uchun qilingan yo'l. Yo'lning o'rta qismida A tasmali yo'l bor. Agar siz o'sha joyda mana shu yo'ldan yurib turib chapga qayilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz bir tasavvur qilib ko'ring. A tasmadan yuzlab, minglab avtobusda yurtdoshlarimiz kelishmoqda. O'z navbatisiz avtobusning yo'liga chiqmoqdasiz va avtobus bilan noxush holat sodir bo'lishi mumkin. Siz uni yo'liga chiqib qayilmoqchi bo'lib kutib qolasiz. Avtobus sizni har qanaqa vaziyatda qiyin bo'lishi mumkin. To'satdan siz yo'lga chiqib qolishingiz mumkin va to'xtay olmasligi mumkin. Ichidagi insonlar, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, yosh kattalar jarohat olishi mumkin. Sizni bir o'zingizni shaxsiy manfaat bilan qilgan qoidani buzib, xatoyingiz bilan, chunki ko'rsangiz har bir chorrahada yo'l belgilari, yo'l elementlari qo'yilgan. Qayilish taqiqlanishi bo'yicha, ya'ni bekorga emas. Shuning uchun yana bir marta men iltimos qilmoqchiman yurtdoshlarimizdan Shotaristoveli ko'chasi bo'ylab Grand Mir aylanma harakatigacha yoki Grand Mir aylanma harakatidan Shotaristoveli ko'chasi bo'ylab harakatlanish vaqtida asosiy kesishgan chorrahalarda chapga qayilish taqiqlanadi va o'ng qatorga, o'ng ko'chaga burilib, orqaga qaytib bemalol to'g'ri yoki chapga yoki o'ngga yurishlari mumkin va bu haydovchining o'zini qo'lida. Ko'pchilik haydovchilar bilan gaplashib, ayrimlari ana shu qo'yilgan videolarda, izohlarda ham har xil fikr bildirishmoqda. Bu yangi ko'cha, bunga biz o'rganishimiz kerak. Dunyo tajribasida, boshqa davlatlarda ko'rishingiz mumkin. Bizdan oldin bu jarayon boshlangan. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Endilikda hozir yana shu Shotaristoveli ko'chasidan tashqari boshqa ko'chalar ham ro'yxatga berilgan. Albatta, u ko'chalarda ham mana shunday yo'llar bosma qilinadi. Nima uchun o'ng tomondagi, misol uchun siz boya ko'rsatdan avval ham savol bermoqchi bo'ldingiz, maxsus to'xtash joylari bor. Siz aptekaga to'xtamoqchi bo'lasiz yoki bir o'zingiz ish joyingizga yoki bir boshqa misol uchun har qanday vaziyat to'xtamoqsiz, to'xtash uchun joy ajratilgan. Tegishli tartibda to'xtab, to'lovini qilib, tegishli yana shu tizim orqali va bemalol mashinani ham qoldirishingiz mumkin. Ilgarilari ana shu jarayonda ko'p savollar bo'lar edi. Buni qanchalik bu farqini ilgarigi A tasma bilan A tasma ilgarigi jarayonlarda Amir Temur ko'chasi yoki boshqa ko'chalarda ko'rishingiz mumkin. Umuman to'xtamaysiz degan vaziyatda. Hozirgi vaziyatda bu qilingan yo'lni yechimi qulayligidan ko'pchilik xursand va mamnun bo'lmoqda. Ayniqsa shu jamoat transportining boshqa haydovchilarimizni, yurtdoshlarimizdan yo'lovchilarni kutish vaqti qisqardi. Avtobusdan soni ko'p va ular tezroq yurtdoshlarni olib borishmoqda. Yana bir narsani alohida gapirmoqchiman. Shu orqali biz poytaxtdagi yana shu tirbandlikni oldini olgan bo'lamiz. Men sizga Germaniyaning Berlin bilan misol qilmoqchiman. Germaniya aholisini, Berlin aholisini 5 dan 4 qismi, ya'ni jamoat transportidan harakatlanishadi. Bir qismigina poytaxtda faqatgina mashinada. Bizda esa hozirgi kunda 5 dan 2 qismi deyarli yana shu foydalanmoqda. Agar bizda poytaxt Toshkent shahrida 5 dan 4 qismi
harakatlansin. Jamoat transportlarida poytaxt umuman siz tirbandlikni ko'rmaysiz. Butun dunyoda misol uchun London yoki boshqa mamlakatlarni 7 yillik mamlakatini ko'rishingiz mumkin, tirbandlik bor, lekin bizda ayrim holatlarda ijtimoiy tarmoqlarda yurib bo'lmay qoldi. Tirbandlik biz bilamiz. Tirband vaqtda ham biz ayrim holatlarda haydovchilar nima qilishadi? Yo'l patrul xodimi ishora ko'rsatmoqda, 2 marta, 3 marta, hattoki chiqib keladigan haydovchilar ham bor. Ko'rib bila turib. O'sha vaziyatda faraz qiling, siz haydovchisiz. Sizga 2-3 marta ishora qilindi, misol uchun deylik. Siz harakatlanib chiqib qo'yasiz, ishoraga bo'ysunmasdan. Boshqa tomonda transport vositasi u tomondan ochgandan keyin keladigan bo'lsa, albatta bu holatda noxush holat sodir bo'lishi aniq. Nima uchun? Siz misol uchun qoidani buzganingiz, tartib solish ishorasiga amal qilgansiz. Bu agar sizni bitta shu xatoingiz bilan sizga nisbatan yo'l harakat xavfsizlik xodimi bayonnoma rasmiylashtirsa, sizga bu yana jarima bilan yig'iladi. Jarimalar ichida, ya'ni tartib soluvchining ishorasiga amal qilmasa, qizil chiroqdan o'tsa, bu ham qo'pol qoidabuzarlar sifatida hisoblanadi. O'z navbatda bu hozir ko'rib turibsiz, bu jarimalar e'lon qilindi, ishga tushgan tizim, bu ham jahonni tajribasini 7 yillik mamlakat yoki boshqa mamlakatlarni ko'rsangiz, bizda oldingi bu jarayon yo'lga qo'yilgan. Bizning jarayonda ham endilikda shu jarayon boshlangan bo'lishiga qaramasdan, ayrim ijtimoiy tarmoqda turli xil fikr bildirishadi yoki har xil gaplar bilan misol uchun izohlashadi. Bu tizim o'z navbatda yo'l transportini kamayishiga ham sababchi bo'lgan tizim hisoblanadi ayrim mamlakatlarda. Shu o'rinda hamkasblarimiz, muxbirlarimiz aynan shunday jarayonlar bilan bog'liq lavha tayyorlashgan, ya'ni skuter va mopedlarni boshqarish bilan bog'liq lavha tayyorlashgan. Hozir shuni birgalikda tomosha qilamizda, ana undan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Skuter va mopedlarga raqam berish, uning haydovchilariga esa maxsus haydovchilik guvohnomasi berish boshlandi. Xo'sh, bunga yurtdoshlarimizning fikri qanday? Biz ulardan so'rab ko'ramiz. To'g'ri, endi o'sha ko'p avariyalar bo'lgani uchun, yo'lda muammolar bo'lgani uchun qilishdi. Bo'lmasa ham bo'lmaydi-da, chunki o'zim ham guvoh bo'lyapman. Ko'p avariyalar bo'lyapti. Kelishmovchiliklar bo'lyapti. Xabarim bo'ldi, A1 pravo qo'shimcha qilib kiritildi. Buni qilmagani yaxshi degan fikrdaman. Sababi nechta odamlar bunga yana qo'shimcha pul to'lab A1 bostiradi yoki bo'lmasa shu vaqti ketib bunga qayta o'qiydi. Hozirgi kunda 30 mingdan ortiq O'zbekiston Respublikasida 30 mingdan ortiq odamlar shu orqali kuryerlik bilan o'zini o'zi band qilyapti. Tezligi o'ta ham baland emas. Haligi mototsikl yoki bo'lmasam 130 tezlikdan oshadigan katta benzinli skuterlarda bunaqa holat bo'lyapti. Endi bunga A pravo olish kerak, lekin bularda unaqa strashniy problemalar bo'lmaydi deb o'ylayman. O'sha kuryerlarni, moped, skuter haydovchilarini xavfsizligi uchun beriladi. Misol uchun yo'l harakati qoidalariga bo'ysunish, qanday tartibda bizning qanaqa belgini bildiradi, burilish mumkin, mumkin emas. O'shani oldini olish maqsadida o'sha pravo joriy qilingan. Bu to'g'ri haqiqatan. Bu endi xalq uchun hozir ko'pchilik noroziligiga sabab bo'lyapti, lekin bu to'g'ri deb o'ylayman. Bilmadim. Tartibli bo'ladi hammasi. Yo'lovchilarga yo'l berish, boshqalarga endi yordam bo'ladi. Endi men o'ylashim bo'yicha pravo berish noto'g'ri bo'lsa kerak. Shu avariyalarni oldini olish bo'yicha ancha qulayliklar yaratadi. O'zingiz oldingizmi? Ha, bor. Haqiqatdan ham o'zi avtohalokatlarni, turli xil ko'ngilsizliklarni oldini olish uchun albatta birinchi o'rinda haydovchilik madaniyati ham turadi-da, qahramon aka. Shaxsan men o'zimni ta'sirlantirgan bitta voqea bo'ldi. Yaqinda o'sha bitta ona vujudidagi bolasidan ayrildi. Mana shunday holat uchun, chunki o'sha ko'rdik, Muqimiy ko'chasida shunday holat bo'ldi. Transport vositalari egalari bir-biri bilan tortishib ketdi. Ota-o'g'illar hujum uyushtirishdi, endi har xil holatlar bo'ldi. O'zi haydovchilik madaniyati deganda nimani tushunishimiz kerak biz va qanday nimalarga amal qilishimiz kerak, mana shunday holatlarni oldini olish uchun shaxsan meni juda ham ta'sirlantirdi bu holat. Bitta farzandni vujudida tarbiyalab kelayotgan ona o'sha farzandidan ayrildi. Bu juda yomon, juda xunuk holatda. Mana shu pallalarda baribir haydovchilik madaniyati ham eng asosiy o'rinda turishi kerak deb o'ylayman. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Nafaqat Ichki ishlar vaziri, Adliya vaziri, boshqa tegishli mas'ul tashkilotlar tomonidan doimiy ravishda yurtdoshlarimizni qonun qoidalariga amal qilish borasida tushuntirishlar olib boriladi, korxona, muassasa tashkilotlarda, maktablarda, o'quv maktablarida, lekin ayrim holatlarda ular ayrimlar bilishadi qonun borligini, qoida borligini, jazo borligini, lekin qoidani bilishmoqda yoki qonun bilishmoqda. Men nima demoqchimanki, bitta narsani alohida gapirmoqchiman. Oilada muhit. Oiladagi muhit qanaqa bo'lsa, ota-onani yoki ularni ta'lim, tarbiyasi, madaniyati qanaqa ruhda shakllangan bo'lsa,
ko'chada ham shuni namoyon qiladi. Nafaqat ular yoki boshqa yoshdagi haydovchilarga gapirmoqchiman. Biz ko'p joyga chaqirishadi, duch kelib qolamiz, ko'rib qolamiz. Ayrim yoshlar yosh kattalarni ayrimlari hurmat qilishmayapti. Salom ham berishmaydi kerak bo'lsa, mahallada ham, ko'chada ham, yo'lda ham yoki yo'lda ham o'sha yosh katta odam bilmay bir xato qilib qo'ysa, chetga olib, to'xtatib, avtomashina oldiga o'tib, yosh haydovchilar tormozlarni bosib, turli xil manyorli qiliqlarni, hurmatchi qiliqlarni ko'rsatishmoqda. Bu nimadan? Ularni ayrimlarini yetarli madaniyatini shakllanmaganligi. Uyda boya aytganda muhit ota-ona tomonidan qanaqa berilgan bo'lsa, ko'cha shuni ko'rsatadi. Nima demoqchimizki, bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik ham, jinoiy javobgarlik ham qonunchida jazo chorasi bor. Siz kimdir xafa qilsangiz, so'ksiz, jamiyatda yurish-turish qoidasini buzsangiz, qonunchida javobgarlik bor. Kerak bo'lsa jarimadan boshlab shu ma'muriy javobgarlikdagi holat 15 kun ma'muriy qamoqgacha bu belgilab berilgan. Lekin bila turib ham ko'chada urushib ketishmoqda, yo'l talashmoqda. Yaqinda ham ko'rdingiz, ijtimoiy tarmoqlarda adashmasam, siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Hattoki yashash manzilda qo'shnilar bilan o'zi yaqin bo'lish kerak munosabatlarni. Har doim misol uchun yaxshi kunda yoki har qanaqa vaziyatda ham qo'shnisidan birinchi xabar olib bir munosabat to'g'irlash kerak. Bu hamma narsada bu aytilgan, gapiriladi. Lekin hattoki yashash manzillarida hozirgi vaziyatda bir ko'rsangiz, jarayonda mashinani qo'yadigan joyini ham talashmoqda. Nimaga? Maxsus qulflar qilib qo'yishadi. Shlagbaumda ko'chani 4 ta qo'shni yashasa, bitta holat bo'ldi, agar press qahramon Instagram tarmog'ini ko'rmagan bo'lsangiz, yong'in favqulodda vaziyatlar mashinasi kira olmayapti. 10 daqiqa biz poylab turdik, 15 daqiqa. Kutdik, maxsus sirenani taxminan 500 metr adashmasam eshitadi. 500 metr atrofida maxsus sirena mashinasini. Tepadan taxminan 10-15 daqiqada ana shu ikkita avtomashina, Captiva bilan Malibu avtomashina haydovchisi bemalol tushib berishmoqda. Bittasi 5, bittasi 10 daqiqa o'sha vaqtda. Nimaga desiz? Eshitdim, bilmadim, shu baraka topkur, bu vaziyatda imtiyozli mashina o'ta olmayapti. Qoida buzyapsiz, buni javobgarlik bor desam, bu ko'chamiz oldin yopiq bo'lgan. Mana bu yerda ko'chalar bo'lgan. Keyin shlagbaum olgandan keyin deb faraz qiling siz, qaysidir qo'shningiz bu ko'chani butun boshli yengil mashina bu yerdan o'ta olmaydi, qo'ygan joyida. Yaxshi emas, bu ham boya aytganimizdek, o'sha yoshda insonlarning bir uydagi, oiladagi bir tarbiyasi yoki ayrimlarning bir madaniyatsizligi. Nimaga? Ya'ni bu yerda shaxsiy manfaatni ustun qo'yish. Men qo'ydim bu joyga mashinani, men faqat o'taman, bu joy faqat meniki deb ayrimlar o'zlarini shu 4 ta 5 ta qo'shimcha kelishib, siz bu yoqqa qo'ying deb olishadi va o'z navbatda bu ko'cha davlatning joyi. Hech kimni siz ham, men ham haqqim yo'q. O'z boshimchalik bilan egallab, bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 342 sonli qarorida bu belgilab berilgan. O'z boshimchalik bilan shlagbaum, turli xil ko'rinishdagi to'siqlarni o'rnatmaslik, lekin qarorda bor. Bir avvalgi bir necha oy oldingi bir muhtaram yurtboshimizni achinib, kuyinib gapirdilar. Tegishli mas'ul tashkilotlarga bu bo'yicha e'tiroz bildirdilar. Nima uchun? Xalqimiz, yurtdoshlarimiz qiynalayotgan holatini biz shundan keyin chiqib, tegishli mas'ullar tomonidan hamkorlikda prokuratura idoralari bilan, tegishli hokimiyat bilan Navoiy ko'chasiga bordik. Chiqib, ana shu vaziyatni qaror bo'yicha tushuntiramisak, ayrimlar hattoki chiqib janjal ko'tarmoqda. Nima uchun meni do'konim, meni ish joyim, nima uchun birov kirishga, birov qo'yish kerak? Siz do'koningiz ichkarida, faqat siz ruxsat ichkariga olgansiz, do'koningiz bino bo'yicha, kadastr bo'yicha. Bu mumkin emas desak, o'z navbat ayrimlari aytganingizdek qonunlarga, qoidalarga bo'ysunmaslikka pisand qilmas holatni ham ko'p ko'rmoqdamiz. Bu ham boyagi uydagi madaniyat, men nima demoqchimanki, har bir narsa uyda, oiladan boshlanadi. Mana hozir ta'til vaqti boshlandi. Bugundan boshlab ota-onaga iltimos qilamiz, ruxsat bersangiz, farzandlarini qarovsiz qoldirishmasin. Hozirgi kunda bir qarasangiz, 7 yoshli 1-sinf o'quvchisi yoki 6 yoshli yoki maktabgacha ta'lim, bog'cha tarbiyalansa ham ko'chada o'zi bemalol yo'ldan o't yuribdi. Men o'zim ko'rsam, yuragim shuvillab qoladi, shularni ko'chada ko'rsam. Keyin borib yoki o'zim to'xtab, qo'ldan ushlab, qani yosh kattalar kimdir? Yaqinda bitta holatda xizmat vaqtimizda ko'rib qoldim, o'sha poytaxtning Beruniy ko'chasida taxminan 4 yoshli bola onkologiya qarshisida yo'lga ikkinchi qatorda yurib chiqmoqda, yurib. Shunda ro'par yordamida bitta ota kelmoqda edi, ro'par yordamida gapirdim. Hurmatli fuqaro, qarang bolani, qaramaysizmi desam, bu meni bolam emas deb aytmoqdalar. Nahotki ota yoki onalar yoki yosh kattalar yonidagi yurgan o'zlarini ana shu yaqinlarga, farzandlariga, yosh bolajon o'sha vaziyatda ham agarda yo'lga chiqib ketsa, qatnov paytida, harakat paytida hech kim ushlab qolamasa nima bo'ladi? Bir farq tasavvur qiling. Holat albatta og'ir oqibat bilan ayanchli holat yakunlanishi mumkin. Ko'p biz holatlarni ko'ramiz, joyiga chiqamiz,
muhokama qilamiz, aytamiz, tushuntiramiz, lekin mana shunday afsuski holatlar bo'lmoqda. Yana bitta holat ham bo'lgan. Yaxshi ham bolaga hech narsa qilmagan, kichkina ko'cha mahalladan haydovchi ham yo'lga qaramasdan chiqib kelmoqda. Uydan, yo'lakdan yosh 3 yosh, 4 yoshli bolajon chiqib kelmoqda. Savol tug'iladi. Bola eshigidan qanaqa ochib chiqib ketdi? chiqib ketdi. Ertaga savol tug'ilishmagani. Haydovchida aybmi, oila a'zosida, ota-onasidami? Lekin men bir narsa aytmoqchiman. Maktabdagi o'qituvchini gapiramiz. Bog'chadagi bog'chapani gapiramiz. U bir o'zi 30 nafar 20 dan oshiq insonga qanaqa tushuntirsin? Biz uyda 5 daqiqa ishga ketish vaqtimizda yoki ishdan kelgan vaqtimizda 5 daqiqa vaqtimizni aymaylik. Bolajonga nima kerak? Bolajonga bola tilda bu yo'lak, bu svetofor, bu yurish joyi bo'ldi. Siz Bolalikdan boshlanishi kerak emas. har kuni tushuntiring, har kuni qo'ldan o'rgatib bola tilida ayting bo'ldi. Bolaga band-mabat kitob o'rgatish shart emas. Bola unga qiyinlashadi. Bolaga faqat aytganimdek bola tilida, chunki hozirgi kunda men bu narsani alohida aytmoqchiman. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan poytaxtdagi 2025-yilning o'zida 100 dan oshiq 130 nafar, 130 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yo'l harakati xavfsizlik gilamchalari berildi. Bu gilamchada yosh bolajon uchun maxsus chizilgan kichkina yo'l belgilari bor, kichkina shakl svetoforlari bor, velosipedlari bor. Nima uchun? Bolaga tushunadigan tilda va xalq ta'lim boshqarmasidan hozirgi kunda har dushanba kuni yo'l harakati xavfsizligi bilan hamkorlikda har hafta dushanba kuni aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolajonlarga bola tilda bizni xodimlar hamkorlikda ularga tushuntirib o'rgatishmoqda. Bu jarayon albatta boshlangan. Bolaga kerak yoshli paytdan o'sib ketayotgan kelajak avlodga siz tegishli mas'ullar, tashkilotlar doim tushuntirsin. Hayron qolasiz, ayrim paytlarda shu yosh bolalar yosh kattalarga tanbeh berishadi. Dars berish shunaqa. Qoida buzmang, qizil chiroq, hafz kamar taqing, telefon mumkin emas, hattoki ular mana shu ko'z yonmoqda. Ko'rib albatta xursand bo'lasiz. To'g'ri, hozir mana shu fikringizni isbotini shaxsan o'zim ko'rganman. Qahramon aka, o'g'lim bilan bozorga ketayotgandik. Endi haydovchilar piyodalar yo'lkasidan piyodalar o'tib ketyapti. Endi qizil chiroqda o'tib ketib qoldi-da. O'g'lim to'xtatib, "Dada, nega qizil chiroqda o'tib ketdi amaki?" deb so'radi. Endi nima deb javob berishni bilmayman. Nima deb javob berishni bilmayman. U nima deyishni bilmayman. Biz to'xtab turibmiz. Qo'limdan tutib turibdi. Yashil chiroq yonishini kutyapti. Qizilda kimdir o'tib ketdi, o'shani ko'rib, "Amaki, nega qizil chiroqda o'tib ketdi? Qizilda o'tish mumkinmi?" deb so'radi. "Yo'q, o'g'lim, qizilda o'tish mumkin emas. Amaki shoshayotgan ekanlar, shunga o'tib ketdilar" dedim-u, lekin o'sha javobim noto'g'ri ekanligini bildim. Sababi unda shunaqa savol bo'ldiki, o'sha savolni o'zimga berdi. Shoshganda o'tish mumkinmi? Umuman mumkin emas. O'g'lim, umuman mumkin emas dedim-u, lekin o'sha holatda qanday javob berishni bilmadim. Bolalar hozirdan demak haqiqatdan ham o'sha bog'chalarda o'rgatilishi kerak. Bu holat o'rgatilyapti va bu albatta o'z natijasini ko'rsatadi nasib etsa. Qahramon aka, biroz avval aytib o'tdingiz, haqiqatdan ham davlatimiz rahbari ham aynan bu sohaga juda chuqur e'tibor qaratyaptilar. Qarorlar ishlab chiqilishida, qonunlar ishlab chiqilishida va o'sha mavzuga to'xtalib o'tganlarda siz aytgan boya aytib o'tgan jarayoningizda kuzatuv kameralari faqatgina jarima yozish uchun hozir ishlayaptimi degan fikrni ham aytib o'tganlar o'shanda. Bu borada hozir qanday ishlar amalga oshirilyapti? Albatta, mana shu vaziyat ko'rishingiz mumkin. Ayrim holatlarda bizning haydovchilarimiz bilan bog'liq ko'p holatda eshitamiz, ko'ramiz. Ya'ni ayrim bitta narsani misol qilib bermoqchiman shu siz bergan savolingizga. Poytaxtdan viloyatga qatnaydigan haydovchilar bilan biz ko'p gaplashamiz. Kamera yozmayaptimi, zapis qilmayapsiz so'rashadi mendan. Yo'q deyman, kamerani chetga olib o'zingiz ayting deyman, haydovchi deyman. Toshkentdan qaysi viloyatga qatnash uchun necha tezda yurasiz? Keyin aytishadi. Radar bor joyda sekin, 100 dan past. Radar yo'q joyda 130, 140, 150 o'ylab ko'ring. Radar yo'q joyda u haydovchi agar 140 yursa, 150 yursa, nimadir xavf xatar chiqsa nima bo'lishini bilasizmi? Haydovchi agar yo'lda shunaqa tezlikda uxlab qolsa yoki biror bir kichkina qoida buzsa ham oxir oqibat ayanchli holat bilan yakunlanishi mumkin. Biz ko'p mana shu misollarni ko'ramiz. Bizda ma'lumotlar ham, raqamlar ham bor. Doimiy ravishda bizning xodimlarimiz har bir holat jarayonini demak o'rganib, ko'rib, taqsimot bilan va ana shu bo'yicha monitoring ishlari olib boriladi. Nima demoqchimanki, haydovchini o'zini qo'lida, o'zini taqdiri. O'sha haydovchi sekin yursa, qoidaga rioya qilsa, yo'lovchilari bilan birga eson-omon manziliga boradi. Agar haydovchi qoida buzsa, chunki u haydovchi qo'lida uni haydovchilik guvohnomasi bor, u javobgar. Ichidagi yo'lovchini ham biror bir holat bo'lsa, jarohat olsa, haydovchi bosh bilan javob beradi.
Endi mana shu foto video qaytish moslamasi bo'yicha aytsam, mana shu qarorda ham belgilab berilgan. 2026-yildan boshlab demak, jarima modul tizimida bu jarima ballari hisoblab borib yuborilishi belgilab berilgan albatta. Shuning bilan birga u kameralar, kuzatuv kameralari tirbandliklarni ham oldini olish kerak degan fikrlarni ham aytib o'tdilar Davlat Mirzahbar. Ko'p holatlar tegishli mas'ullar tomonidan albatta o'rganib chiqildi, yo'l belgilar ham ko'rib chiqildi. Ayrim holatlarda men misol qilmoqchiman, poytaxtning demak Olmazor tumanining Chuqursoy mavzesida bitta ko'cha bor ekan. Mana shu ko'chani bilsangiz, har bir 5-10 qadamingizga bittadan o'tish to'siqlar tepa qismi yopilgan. Juda ham bu qiyinchilik tug'dirmoqda edi bu holatda va ko'chani atrofi yonlarida yoki yondosh boshqa bir ko'chalarda kirish taqiqlangan. O'z boshimcha yo'l belgilar o'rnatib olishgan edi. Mana shu yurtboshimizning albatta e'tirozlaridan keyin mas'ullar tomonidan chiqib o'rganildi. O'z boshimchalik bilan har bir yo'l belgisini, har bir demak jarayonni tegishli go'z standart qoidalari bor. Tegishli mas'ullar tomonidan doimiy ravishda ko'rik paytda bu hududlar o'rganib aylanib chiqiladi. Har bir narsani nima deydi, bir qonun qoidasi bor. O'zidan o'zi svetofor yoki yo'l belgisi qo'yilmaydi hech qanaqa bir vaziyatda. Shuning uchun men nima demoqchimanki, har bir inson qoidaga rioya qilishga iltimos qilmoqchimiz. Mana shu hozir vaziyat siz ham aytib turibsiz, hattoki o'zaro yo'lda urushib ketish holatlari, janjal. Bitta vaziyatda shu ikkita haydovchi bo'ldimi? Bitta haydovchi misol uchun qo'ldan oynani chiqarib, mandan o'tdi, avariya chirog'ini yoqib qo'ysa, joyda masala tinchlik bilan, totuvlik bilan hech qanaqa muhokama bo'lmaydi. Bizning haydovchilar san so'kding meni, chetga ol, to'xta, bu yoqqa kelgan, yo'lni o'rtasida yo'qolashib ketishmoqda, ijtimoiy tarmoqda tarqalib, bu o'z navbatida bu keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Iltimos tavsiya qilamiz, qonunlarga, qoidalarga har bir yurtdoshimiz amal qilishlari kerak va mana shu bitta narsani misol qilmoqchiman. Ertalab shu xizmatga kelish vaqtimizda soat taxminan tong sahar edi, 07:00 ga yaqin vaziyatlarda Nurafshon Sog'bon chorrahasida elektr energiyasida uzilish tufayli poytaxtdagi ana shu Beruniy Khay, Beruniy metrosi chorrahasida ko'p joylarda svetofor ishlayotganini ko'rdik. Barchasi albatta nazoratga olindi yo'l harakati xavfsizlik xodimlari tomonidan. Nima demoqchiman, ayrim holatlarda haydovchilar yoki yurtdoshlarimiz shunaqa vaziyat ko'rib yo'lga yugurib chiqib ketishadi chorrahaga. Iltimos qilamiz yurtdoshlarimizga bir zikr hamiga qo'ng'iroq qiling. Qorong'i vaqtda agar siz hayotingizni o'zingizni xavf ostiga qo'yib chiqib ketsangiz, sizni haydovchi ko'rmaydi. Ko'rish cheklangan tungi vaqtdagi jarayonni kunduz kun sizni ko'rishi mumkin. Qorong'i vaqtda sizni umuman hech kim ko'rmaydi. Kep agar sizni urib yorsa, og'ir oqibatli holat bilan, bir jarohat bilan bir umr siz nogiron bo'lib qolishingiz mumkin. Siz yo'l chetiga o'tib bir zikr hamiga qo'ng'iroq qilib, shu joyni aniq aytib bo'ldi. Yana bir narsa aytmoqchiman. Shunaqa vaziyatda ko'pchilik kutib turishadi yoki yurmay qolishadi. Har bir chorrahada yo'l belgilari bor. Agar svetofor ishlamay qolsa, siz haydovchi bo'lsangiz, yo'l belgiga qarab harakatlanishingiz kerak. Yo'l belgini ko'rdingizmi, sizda asosiy emas, siz demak asosiy yo'ldan baribir harakatlanish vaqtida ikki tomonga qarab, demak harakatlanish kerak. Agar siz ikkinchi darajali turibsizmi yo'lda, siz kutib to'xtab turishingiz kerak asosiy yo'ldagi yoki transport vositasini. Yana bitta narsani ruxsat bersangiz, men misol qilmoqchiman. Ko'p joyga o'rnatildi poytaxtda svetoforni taqilib qizil chiroqdan o'ngga burilish. Piyodaga ham yo'l berish xohlamaydi. Asosiy yo'ldagi yoki transport vositasiga ham xavfli holat bilan yurishmoqda. Bu 542 yo'l belgisida siz agar qizil chiroqdan o'ngga yurmoqchi bo'lsangiz, piyoda harakatda boshladimi, to'xtab turing. Piyodani o'tkazing. Keyin hammaga yo'l berib, keyin o'zingiz yurishingiz kerak. Shuni ham bir aytmoqchiman. Orqadan har xil signal chalishadi, qoida buzishadi. Mumkin emas. Sizni qoida buzarlik bo'yicha yo'l harakat xavfsizlik xodimi sizga chora berib ko'rishi mumkin. Siz orqadagi transport haydovchi sifatida oldidagi transport vositasiga yurmayapsanmi deyishingizga, dakki berishingizga, tovush signal bilan chalishingizga yoki gapirishingizga haqqingiz yo'q. Aholi joylarda o'zi tovush signallari chalish mumkin emas. U xohlasa to'g'ri yuradi, xohlasa o'ngga bo'lishi mumkin. Qahramon aka, endi bevosita shu hukumat qaroriga ham to'xtalib o'tsak va biroz avval aytib o'tdik, A va B toifadagi transport vositalarini o'rganish nazariy dars o'tish jarayonlari mustaqil ravishda o'rganishga qachondan o'tiladi o'zi? Qachondan bu qaror kuchga kiradi? Qarorning demak kuchga kirishi 2026-1-yanvar kunidan A1 kuchga kiradi. A1 toifasida haydovchilik guvohnomalari albatta bu qulaylik, yurtdoshlarimizda juda ham ko'pchilik mamnun bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqda iliq fikrlar bilan ma'lum qilishni albatta ko'rish mumkin izohlarda ham. Chunki savol bor edi, A toifani o'rganish uchun ham endi 4 oy, 4,5 oy
o'qib, keyin vaqt ketadi-yu bunga degan qarashlar ham borda, savollar ham bor. Bu to'g'ri emas edi. Ma'lum vaqtlar, ma'lum soatlarda albatta bu bo'yicha mana shu yanvardan demak jarayonlar boshlanadi. Bir toifali haydovchilik guvohnomasi uchun baribir albatta bu har bitta inson o'zi uchun kerak. O'zi demak mustaqil ravishda kitoblarni o'qib, kompyuterdan o'rganishlari kerak, albatta yo'l harakati qoidalarini bilishlari kerak. Haydovchi har qanaqa vaziyatda qoidaga amal qilish uchun qoidadan avval bilish kerak. U qanaqa yo'l belgini, qanaqa vaziyatda. Ayrim holatlarda mana bitta holat men gapirmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqda ko'rdingiz, avtomashinani, Cherry mashinasini Malibuning ustiga chiqib ketgan holatda poytaxtda Maxtumquli ko'chasida sodir bo'ldi voqea. Voqea joyiga chiqdik, o'rgandik. O'sha vaziyatda Cherry avtomashina haydovchimiz asosiy yo'ldan kelayotgan Cobalt avtomashinasini o'tkazib yubormagan. Nima uchun? Haydovchi qayrilmoqchi bo'lgan vaziyatda ishonch hosil qilish kerak. Qoidalarda aytilgan. Kerak bo'lsa ayrim holatda siz ko'rasiz, tez yordam bilan bog'liq holatlarni ko'ramiz, eshitamiz. Yaqinda ham ko'rdingiz, Gelenwagen bilan bo'lgan tez yordam bo'lgan holatda shoshishadi. Kerak bo'lsa maxsus imtiyozli mashina boshqarmoqdami? Tez yordam yoki boshqa tizimdagi vakillar tomonidan chorrahaga maxsus ovoz kuchaytirish bilan kirish vaqtida haydovchini to'xtaganligiga ishonch hosil qilish kerak. Lekin ayrim paytda bemorim bor yoki tezroq manzilga boraman deb qoida buzadi va shu oqibatda o'zi ko'rmay qolishi mumkin, yuk yoki avtobus yoki boshqa mashina to'sib qolishi mumkin. O'z navbatda bu yakunda og'ir oqibat bilan yakunlanishi mumkin. Shuning uchun qoida hammaga kerak. Sizga, menga ham kerak. Doimiy ravishda o'qib, o'zimiz o'rganib, yoshlarimizga, farzandlarimizga tushuntirib borishimiz kerak. Mana shu jarayon bo'yicha ham mana shu qarorda barchasi belgilab berilgan. Bu nazariyani degani bo'ldi, men o'qimayman degani emas. Qarorda faqatgina shu, demak, albatta 16 ta topish kerak. Misol uchun A1 toifali haydovchilik guvohnomasini olish uchun ilgari misol uchun 18 ta bo'lardi. O'zi mustaqil tarzda o'qib o'rganishlari kerak bo'sh vaqtlarda. Bu B toifadagi transport vositalarini boshqarishga ham tatbiq etiladimi? 16 ta javob topsa yoki 18 ta qoladimi? To'g'ri javob topish 20 ta savolda 18 ta to'g'ri javob topish kerakmi? Bu jarayon demak 2026-yil 1-fevraldan boshlab, demak 1-yanvar, 1-fevraldan. Yo'q, qarang. A1 1-yanvardan A1 jarayon bilan adashtiramiz. A1 ga faqatgina 16 deyilgan. A1 ga. Buni bir-biriga qo'shishimiz kerak emas. Ko'pchilikda har xil savollar paydo bo'lmoqda. A1 faqat 2026-yil 1-yanvar kunidan boshlab siz A1 olish uchun nazariy o'z tayyorgarlikni ko'rdingiz. Amaliyot uchun siz imtihonga bordingiz, demak, imtihondan demak oldin siz 16 ta topishingiz kerak. 16 20 ta sizga savol berishsa, nazariy imtihonlardan imtihonlar o'zi nazariy amaliy bo'ladi. Siz amaliy kirish uchun demak nazariy imtihonga avval kirasiz. Nazariy imtihondan siz o'tish uchun albatta 16 topsangiz sizga amaliy keyin ruxsat beradi. Agar sizda boya savol berishyapti bizga, sizda B toifali haydovchilik guvohnomasi bor. Misol uchun sizga misol uchun A toifali haydovchilik guvohnomasi kerak. Ilgari hozirgi kunda mana shunaqa vaziyat bor edi. Albatta siz faqatgina amaliy imtihon topshirib A toifali guvohnomasini olishingiz mumkin edi. Nazariy imtihon shart emas unga. Yo'q, B toifali haydovchi guvohnomasi bo'lsa, mana shu jarayonni mana ko'rdingizki, albatta bu qulaylik, yangilik bo'ldi. Sizda agar ABCD bo'lsa, sizga hech qanday bu A1 toifali haydovchi guvohnomasi ham kerak emas va bemalol siz skuter mopedlarni boshqarishingiz mumkin. Endi A bilan B kerak emas, avtomaktabga bormaymiz deb har xil fikr bildirishmoqda. Avtomaktabga sizga tegishli mutaxassislar tomonidan chuqurroq dars, bilim ko'nikma beradi. Siz faraz qiling, ish vaqtidasiz. Sizning vaqtingiz bo'lmaydi. Ko'chada yumush bilan yuribsiz, shaxsiy yumush bilan vaqtingiz bo'lmaydi. Men tavsiya qilamanki, baribir har qanaqa vaziyatda agar imkon bo'lmasa, yurtdoshlarimiz o'zida tegishli shu tashkilotlarda, o'quv markazlarida borib, o'qib, mukammal bilim bilan o'rganishlari kerak. Chunki ko'chadagi holatlarni ko'ryapsiz, kundan kunga mashina ko'paymoqda, kundan kunga haydovchilar ko'paymoqda, lekin ayrim holatlarda haydovchini tajribasizligi, qoidani bilmasligi, tegishli hujjatlar asosida qoida buzish oqibatda ham mana shunday noxushliklar sodir bo'lmoqda. Faqatgina A bilan B toifali haydovchilik guvohnoma olish uchun siz 2026-yil 1-fevral kunidan boshlab bu jarayonga albatta tegishli amaliy mashg'ulotlarni o'tashingiz shart. Avtomaktablarda ham. Siz bo'ldi, men o'qiyman, borman deyishingiz kerak emas, lekin sizda albatta bu bo'yicha belgilangan soatlarda bu narsani siz o'qib o'rganishingiz kerak, faqat amaliy mashg'ulotlarni o'tashingiz shart. Aytmoqchisizki, mustaqil ravishda o'rganish nazariy imtihonlarga ta'sir o'tkazadi. Amaliy imtihonlarga emas. Endi bu har bitta jarayonda men nima demoqchimanki, odam inson o'ziga bog'liq. Bir xil insonlar bor, misol uchun o'sha vaziyatda sal ko'rib, o'qib yoki oldindan buni bilib o'z ustida tayyorgarlik ko'radi, misol uchun mukammal bilishadi. Ayrimlar yurtdoshlarimiz bor. Yo'q emas.
qoidalarni o'zi uchun barcha jarayonlarni testdan ham yecha olishadi, amaliy mashg'ulotlarni ham o'ta olishini ko'zlaydi, misol uchun. Ular bilishadi. Ularga ham endi qulay bo'ldi, lekin ayrim holatlarda ko'p eshitamiz, necha marta bordim, o'tolmayapman, boshqa yerda o'qib chiqyapman, hattoki avtomaktabni bitirib ham qayta tayyorlov markazida o'qishmoqda. Bu inson o'ziga bog'liq. Yana aytaman, o'zini tanlovi. Bu qaror bilan endi bo'lg'usi haydovchilarimiz bemalol o'zlari tayyorgarlik ko'rishlari lozim. Tanlov o'zlarining qo'lida faqat. Bitta savol bermoqchiman hozir sizga. Balki bu savolim noto'g'ridir. Avtomaktablarda o'qiyotganlar orasida hozir balki bundan xursand bo'lish kerakdir. Hattoki 40-50 yoshdan oshgan insonlar ham bor. Mana shunday yurtdoshlarimiz uchun balki qandaydir yengilliklar yaratib berish kerakdir. Chunki ularni hozir ayrimlarini ko'ramizda, o'zlari ham ba'zilari e'tiroz bildirishadi. Testlarni endi qanchalik o'zlashtirsak ham, o'rgansak ham juda qiyin bo'lyapti tayyorgarlik ko'rishimiz, testlarni ishlashimiz juda qiyin bo'lyapti degan so'zlarni, degan gaplarni ham aytishyapti. Yosh katta insonlar uchun mana shunday balki yengilliklarni ishlab chiqish vaqti kelmadimikan? Albatta, endi yosh kattalarni ko'rib turishingiz mumkin. Ko'chada ular juda ham kam holatda qoida buzadi, yosh kattalar vaziyatda. Endi ko'pchiligi yoshlik vaqtida o'qishgan, o'rganishgan, haydovchilik guvohnomasini olishgan, lekin yoshmi, yosh kattami yoki ayol kishimi, erkak kishimi qoidada teng, qoidada qonun qoida bir xil, lekin ayrim holatlarda biz ko'chada ko'ramiz, sizga gapingizga men misol qilmoqchiman. 80 yoshli yaqinda insonni Shotoristovli ko'chasida qayli bosh joyda turibsiz, avtobusga xalat qilishi mumkin desak, 80 yoshdan oshgan onaxon ekan. Gaplashib, ular bilan suhbatlashib juda ham xursand bo'ldik, keyin aytdik. Nimaga sizni farzandlaringiz, nevaralaringiz sizga qarashmayapti? Nega ular bilan birga yurmayapsiz? 80 dan oshgan yoshda ham mana shu yurtdoshimiz bemalol yaxshi kayfiyatda mashina haydab yurib, harakatlanib yurmoqdalarki, bizni albatta xursand qiladi. Ayrim ana shu yoshdagi insonlarda ko'z qiyinlashadi. Tungi vaqtda hayda olishmaydi. O'z navbatda yakunda bir holat bilan yakunlashi mumkin. Nima demoqchimanki, insonlar har bir yurtdoshimiz sog'lig'i to'g'ri kelmasa, albatta bu ularga haydash kerak emas. Nimaga siz har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Faraz qiling, sizni o'zingizni yoshingiz bir 70 dan 80 dan oshganda tungi vaqtda qiynalasiz. Haydash kerak emas. Siz agar shunaqa vaziyat rolga o'tirib chiqdingiz, sizda qorong'i vaqtda, tuman vaqtda yoki yomg'ir qorli vaziyatlarda yanada qiyinlashadi. Bu narsani sizda sog'lig'ingizga, bu narsa ko'rish vaqtida shuni men misol qilmoqchimanki, boshqalarga ta'sir qilishi mumkin yo'lga chiqqandan keyin bu holat salbiy tomonda ta'sir yana qilishi. bu narsani misol qilmoqchiman. LED chiroqlari reydla boshlanganligini, buni aytmasam bo'lmaydi, albatta poytaxtimiz butun respublikamizda bu e'lon qilindi. Ayrim holatlarda o'zboshimchalik bilan ishlab chiqarish to'xtatilmagan transport vositalarga shu tumanka qismiga ham juda ham ko'zni bir tashlanadigan LED chiroq o'rnatishgan. Albatta mumkin emas. Ishlab chiqarayotgan transport vositasiga LED chiroqni o'rnatish o'z navbatida bu qoida buzib yurishmoqda. Ko'p Toshkentdan viloyatlarga qatnashuvchi yurtdoshlarimizda yoki ayrimlarda ko'ramiz, to'xtatib suhbatlashsak, qorong'ida ko'rmayapman, qiynalmoqdaman. Xo'p, siz o'zingiz qiynalayotgan bo'lsangiz, nimaga shaxsiy manfaat so'ng qo'yasiz? Sizni qarama-qarshi tomoningizdan kelayotgan transport vositasini harakatini cheklayapsiz, ko'rish vaziyatini va o'z navbatda shu orqali ham bir holat sodir bo'lishi mumkin. Amaliyotda biz ko'rganmiz, kuzatganmiz shunday holatlarni. Biz doim aytamiz, gapiramiz shuning uchun. Ko'rdingiz, mana bitta jarayon emas. Hattoki shu LED chiroqlari yoki bir madaniyat yoki qoida hamma narsa bilan bir bog'liq. Avtomashinaning bir tashqi qismidan, ko'rinishdan yoki bir piyodalarning madaniyati, yo'lga chiqqan har bir inson, yosh o'sha maktabgacha ta'lim tarbiyalanishimi, maktab o'quvchisimi, hammaga kerak qoida. Bitta narsani alohida aytmoqchiman. Ilgari siz bilan bizni bir kichik yosh vaqtimiz bo'lardi. Maktablarda dars berilardi. Yo'l harakati xavfsizligi. O'qituvchilar dars soatlari bo'lardi. Hozir olib tashlangan. Oddiy men Moskvani misol qilmoqchiman, Rossiya Federatsiyasini 40 soatdan oshiq har haftada darslik belgilab berilgan. O'quvchilarga bu bilim ko'nikma kerak. Siz bolalarga qancha ko'p aytsangiz, tushuntirsangiz, o'rgatsangiz, bolalar sizning gapingizga, siz aytganlaringizga albatta rioya qiladi. Bu kerak. Bu albatta yosh o'smirning kelajagini asrash uchun, avaylash uchun, ularning sog'lig'i uchun kerak. Va men yana bitta narsani misol qilmoqchiman. Yaponiya davlati yoki boshqa mamlakatlarda yosh katta qariyalar o'zlari hech kim ularga chiqing, shu yerda turing, oila pul beramiz demaydi. Ko'ngilcha o'zlari shu ko'ngilli yuzasidan chiqib maktab bog'chalarida xizmat olib boshladi. Dars boshlanish vaqtida ularni o'tkazib, haligi jarayonda vaziyatlarni tartibga solib turishadi. Qahramon aka, mana shu yaxshi bilamiz, yo'l harakati qoidalariga ko'ra
tartibga soluvchi yoki yo'l belgilari bo'lmaganda, ya'ni o'sha tartibga soluvchi svetofor kiradi, yo'l belgilari bo'lmaganda, bu o'ng qo'l qoidasi amal qilish kerak hisoblanadi. Yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Endi bu aslini olganda bir qarasangiz kulgili holat, boshqa tomondan juda ham achinarli holatda. Va o'sha paytda shunday qarorga shunday fikr bo'ldiki, ha, qoidalarni shunday qattiq qo'yilgani ham, kuchaytirilgani ham bir tomondan to'g'ri ekan degan fikr menda bo'ldi. Nima uchun? Yo'l o'sha joyda qoida bo'yicha, o'ng qo'l qoidasi bo'yicha endi bitta Matiz kelayotgandi. Bu tomonda endi ichki ko'cha BYD avtomobili. O'sha joyda sal qoldi, endi transport hodisasi yuzaga kelishiga sal qoldi. Ha. Yo'q, men ko'rdim. Shunchaki ko'ryapman. Tushsam, haligi BYD avtomobili haydovchisi borib, Matiz avtomobilini haydovchisini urishib, tortishib, shunaqa bo'lyapti. Tushuntira olmayapti bechora aka. Yo'q, o'sha o'ng qo'ldan kelyapman aka desa, o'ng qo'ldan kelishing nima qilaman? Bu mashinani ko'rmayapsanmi? BYD-ku deydi. Bu yerdagi jarayonda 100% BYDning o'zida qoidabuzarlik. Ham qo'pol muomalasi gap mashina emas, aziz yurtdoshlar. Inson qadri yo'q, maylimi? Insonni o'zida, inson. U BYD boshqarishdan oldin ham boshqa mashina mingan-ku. Birdaniga BYD haydab qo'ymagan, misol demoqchiman-da. Ayrim holatda men bitta misol qilmoqchiman. Siz hozir BYD haydovchisi misol qildingiz. Ikkinchi qatordan, uchinchi qatordan qayrilmoqchi bo'lsa-da, yurtdoshlarimiz o'sha yo'lning o'rta qismidan 4-chi yoki 5-chi qatorda haydovchimiz qayrilmoqchi emas, to'g'ri yurmoqchi bo'ladi. Mana shu vaziyatda o'sha haydovchimiz tez yurib qoladi, ayrim paytda juda ham hech kimga qaramaydi. Ko'p holda to'qnash vaziyatini ko'ramiz. Keyin ikkita haydovchi gapirishadi. Bu meni qatorim, men power chirog'ini yoqdim, ishor nimaga qaramaysan deb holiga yetgan gaplar yoki senda Matiz yoki menda bunaqa mashina deb ham gapirib qo'yishadi. Nima demoqchimanki, har birimiz insonmiz-ku. Bizlarni kimligimizni mashinamiz yoki boshqa narsa belgilab bermaydi-ku. O'sha Matizga ham aytganingizdek, yurtdoshimiz O'zbekiston fuqarosi. U ham bemalol yurish, erkinlik, haq-huquqlari bor. Hech qanaqa bu mashina ustunlik degan joyi yo'q qoidada. Faqatgina imtiyoz kimda bo'lishi mumkin? Maxsus mashinada. Sababi u shifoxonaga, biror bir manzilga shoshayotgan bo'lishi mumkin. Qanaqa imtiyozli mashinalar? Maxsus favqulodda vaziyatlar, tez yordam mashinasi ishlarni maxsus mashinalarda imtiyoz bor. Shunaqa vaziyatda siz yo'l berishingiz kerak yoki aylanma harakatni ko'pchilik tushunmay qolishadi. Aylanma harakatda birinchi faqat ustunlik aylanma harakatga beriladi. Yo'l belgilari bilan svetoforlarning barcha tartib solinmasa, demak bu ham ko'rsatib qo'yiladi. Misol uchun siz aylanma harakatga kirmoqchimisiz? To'xtab turing yoki yo'l bering deb. Bunga ham amal qilishmaydi. O'sha qoidada ham aytilgan, endi juda ko'pchilik biladi. Buni aqllilik qilib aytmoqchi emasmiz. Bilmaganlar uchun aytib o'tmoqchimiz. Hozir Qahramon aka aytganlaridek, u ogohlantirish ishorasini berdi degani siz birinchi bo'lib harakatlanishingiz kerak degani emas. Ishora chiroqlarini berish bu birinchi harakat qilishingiz kerak degani emas. Avval o'sha ishonch hosil qilib, sizga yo'l berilganligiga keyin haydashingiz mumkin bo'ladi, harakatlanishingiz mumkin bo'ladi. Hozir o'zingiz ayting, men gapirmasdan gapingiz bo'ldi, uzr. Mana shu ishxonaga yaqin vaziyatda ham ayting. Siz ko'chadan ko'rib turibsiz. Hozir o'zi bu savolni men aytmoqchi edim, kirib kelishda ham kuzatib turdim. Tirbandlik bo'ldi, tirbandlikda o'shani sizda yo'q, o'zi boshqa narsa haydovchi bir-biriga yo'l berishni xohlashmayapti. Yo'q, orqada 4-5 ta mashina, bu yerda ham 4-5 ta mashina. Va mashinalar rusumi bir xil edi, kim kimga yo'l berishni bilmadi. Bu tomonga kelayotgan mashina haydovchisini yo'l qochishga imkoni yo'q. Bu tomonda kelayotgan ro'parasidan kelayotgan haydovchimizni orqaga yurib, o'tkazib yuborib, mashinani to'g'ri qo'ysa, o'sha yo'lda, ko'chada ikkita mashina sig'adi. Lekin shu vaziyatda nimaga sen menga yo'l bermaysan? Nimaga men senga yo'l berishim kerak deyishmoqda. Nafaqat bu har xil yoshdagi haydovchilar, erkaklarni ham ko'rmoqdamiz. Mana shu haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish, haydovchilik guvohnomasini olish, qo'lga kiritish avvalgidan ko'ra hozir ancha qiyinlashdi. Bu hech kimga sir emas, bemalol aytsak bo'ladi va mana shunday haydovchilik guvohnomasiga qo'lga kiritish qiyinlashgandan keyin, ya'ni haydovchilik guvohnomasini endi o'zidan olisha olmayapti yoki balki aytsak bo'lar, balki noto'g'ridir, pora berish yo'llari bilan olishlar shu paytga qadar kuzatilgan edi va shu holatlar yo'qolgandan keyin o'lim bilan bog'liq avtotransport holatlari, avtohalokatlar oldi olindimi, kamaydimi? Oxirgi 5 yilda statistik ma'lumotlar bor sizda? Albatta bor, raqamlar bor. Har bir tuman kesimida, har bir kun kesimida, har bir vaqt kesimida albatta bizda barcha ma'lumotlar bor. Men nima demoqchimanki, yildan yilga holatlar, yo'l transport hodisалari
o'lim bilan bog'liq holatlar ham kamayib bormoqda, lekin poytaxtimiz respublikamizda ham kundan kunga albatta mashinalar ko'payib bormoqda, o'z navbatda haydovchilar ko'payib bormoqda, lekin ayrim holatlarda qoidabuzarlik holatlarini ko'rishingiz mumkin. O'sha kichkina qoidabuz yoki Toshkent shahardagi ko'p aksariyat holatlarda, ayniqsa piyodalar bilan bog'liq holatlarni ko'rmoqdamiz. Boya aytganimizdek, bu ham madaniyat. Piyoda yo'ldan to'g'ri o'tsa, piyoda qoidaga rioya qilsa, quloqchindan foydalanmasa, belgilangan joydan o'tsa, piyoda bilan umuman bog'liq boshqa bir noxush holatlar bo'lmaydi. Har 3 ta holatdan yo'l transport har ikkitasi ayniqsa piyodalar bilan bog'liq sodir bo'lmoqda. Va yana qo'shimchasiga ayrim holatlarda yurtdoshlarimiz transportdan boshqa joylarda tasmaga o'tish jarayonida ham boya aytganimizdek yo'l transportini kuzatmoqdamiz. Yo'l berish xohlamaydi yoki yo'l bermaydi yoki o'sha vaziyatda bir-biriga tegib ketib, o'sha vaziyatda ham ikkita haydovchi bir-birini oqlash ko'rinadi. O'lim bilan bog'liq holatlar Albatta kamashga yaqin 5 yillikda Yaqin kamaygan. 5 yilda barcha holatlar jarayonida ko'rish mumkin. Yo'l transportlari ham hatto kamayishga erishgan. Barcha jarayonlarda og'ir oqibatli holatlar ham kamayishga erishgan. Biz albatta jarayonlarni ko'ramiz. Mana poytaxt hududida men misol qilmoqchiman. 3 oyoqli radarlarni ko'rasiz. Bu qonuniy. Ayrim o'sha radarlarni ko'pchilik gapirishadi. Hech qanaqa hujjat yo'q. Ayrim ijtimoiy tarmoq faollari tasvirga olib gapirib ko'rsatishadi. Hech qanaqa bu radar mumkin emas, noto'g'ri uradi deb har bir foto videoni qayd etish, tezlikni aniqlash radarlarini tegishli ruxsatlari bor, maxsus sertifikatlari bor, mas'ul tashkilotlar tomonidan doimiy ravishda bu tekshirilib, o'rganilib boriladi. Birontasida xato kamchilik bo'lsa olib tashlanadi. Shunaqa holatlar ham bo'ldimi? shakldagi- O'z-o'zidan o'rnatib olish, radarlarni o'rnatib olish, Yo'q, sertifikatlarsiz o'rnatib olish holatlari kuzatilmadi. Yo'q, kuzatilmagan holat. Agar siz baland shaklda, G shaklda 6 metrda ko'rsangiz, bu albatta tegishli tadbirkorlik tegishli bu foto video hech radar moslamasi hisoblanadi. Tegishli hokimiyatlarning, tegishli ichki ishlarning ham, tegishli tashkilotlarning ham maxsus radar moslamalari albatta bor. Buni o'zgarishi bo'yicha aytgandek talablari bor, boshqasi bor. Har bir yurtdoshimiz agar qoida buzmasa, tezlikni oshirmasa, qanaqa unga jarima kelishi mumkin? Misol uchun, ayniqsa shu boya 3 oyoq haqida gapirdim. Ko'p poytaxtdagi misolda holatda ayniqsa shu tezlik bilan bog'liq bo'lgan joylarda 3 oyoqli radardan nima foydalaniladi? Yana bitta savol shu o'rinda, Qahramon aka, skuter va elektrosamokatlar o'zi katta yo'llarda harakatlanish mumkinmi? Chunki shu bilan bog'liq ham holatlar juda ko'p kuzatilyapti. Elektrosamokatlarni 14 yoshdan boshqarish mumkin. Skuterlarni, mopedlarni, tritsikillarni 16 yoshdan boshqarishlari mumkin. Tegishli mana shu hujjatlar bilan albatta bu belgilab bergan. Ayrim holatlarda biz juda ham yoshlarni ko'rmoqdamiz. Ular ana shu elektrosamokatlar qatnov qismidan harakatlanishmoqda, guruh bo'lib tanishlari bilan. Elektrosamokatlar qatnov qismiga chiqishlari, harakatlanishlari mumkin emas. Ular faqat ana shu piyoda yo'laklardan, trotuardan albatta yurishlari kerak. Maxsus yo'laklarda. Maxsus yo'lakdan yurishlari kerak. Agarda trotuar bo'lmasa va shundagina yo'l chetidan ular harakatlanishlari kerak albatta. Bugun yo'l harakati qoidalari bo'yicha Qahramon aka bilan suhbatlashishga harakat qildik. Fikrlarimizni bildirdik, qarashlarimizni aytib o'tdik. Albatta har bitta inson bu borada o'z qarashlariga, o'z fikriga, o'z pozitsiyasiga ega. Kimdir bugungi podkastimizni, suhbatimizni ko'rib o'zi uchun tegishli xulosalarni olgan bo'lsa, bundan faqat va faqat xursand bo'lamiz. Maqsadimiz kimgadir aql o'rgatish emas yoki boshqa emas. Maqsadimiz bitta. Mana shunday yo'l harakati bilan bog'liq qonunbuzarliklarni, ko'ngilsiz holatlarni oldini olish va shu borada agar qandaydir sizga yordam bera olgan bo'lsak, yangi qaror yuzasidan, ya'ni transport vositalarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori yuzasidan sizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni yetkazgan bo'lsak, bundan faqat xursand bo'lamiz. Bu borada bizga yordam bergan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Qahramon Xudoyberganovga minnatdorlik bildiramiz. Qahramon aka, sizga rahmat aytamiz. Agarda so'nggi so'z o'rnida bizning muxlislarimizga, sizni tomosha qilib turganlarga fikrlaringiz, so'zlaringiz bo'lsa, bemalol eshitamiz. Ana shu YouTube'dagi ko'rsatuvni doimiy ravishda yurtdoshlarimga kuzatib borishni tavsiya qilamiz. Haydovchi qachon qoida buzadi? Haydovchi shoshsa, o'qishga, ishga xato qilsa, qoida buzishi mumkin. Shuning uchun yo'ldagi xato hech kimni kechirmaydi. So'z yakunida bitta narsa aytmoqchiman. Yoshi katta ustozlarimiz ko'p aytishardi. Chorrahaga sekin kirib, tez chiqib ketdi. Shu naqlga, maqolaga amal qilsin, o'zligini asrashsin, avaylashsin, yo'lda o'zaro hurmat, yo'lda o'zaro madaniyat bo'lsin, qoidaga rioya qilsin, hech kimni bir xafa qilishmasin,
o'qishsin, o'rganishsin, haydovchilik guvohnomasini olishsin, o'qib o'rganib va ko'chada mana shu hozir oldimizda qish mavsumi turibdi. Mana shunday qorli vaziyatlar, yomg'irli vaziyatlarda biz ko'p narsa aytamiz, misol qilib beramiz, yaqin boshqarishadi. Yaqin boshqarish oqibatida haydovchi qoidalar bo'yicha ichki ishonch bilan uzoq masofada oraliq masofa saqlashlari kerak. To'xtab qolsa to'satdan albatta betib olishi mumkin. Qancha uzoq bo'lsa, 30 metr bo'lsin, 20 metrdan oshgan masofa bo'lsin, bemalol haydovchi to'xta oladi. Hech qanaqa bir og'ir oqibat yoki boshqa bir holat bo'lmaydi ham. Nimaga? Biladi vaziyatda va ishora bilan to'xtaydi. Shuning uchun so'z yakunida ham 5 minut oldin, 5 minut keyin hech narsani o'zgartirmaydi. O'zimizni asraylik va qoidalarga rioya qilishimizni so'rab qolamiz va uyda har bir ko'chaga chiqqan yurtdoshlarni, farzandlari, turmush o'rtog'i, ota-onasi, yaqinlari kutayotganligini esdan chiqarish kerak emas. Zeroki yo'ldagi xato hech qachon hech kimni kechirmaydi. Rahmat Qahramon aka, siz esa Adliya TV YouTube kanalini, Saylgoh podkastini doimo kuzatib boring, chunki mana shu podkastimiz orqali yangi qarorlar yuzasidan suhbatlar uyushtiramiz. Yanada ko'proq ma'lumotlarni sizga yetkazishga harakat qilamiz. Bugungi suhbat yuzasidan meni so'nggi fikrlarim, sizni hayotingiz sizga qanchalik shirin bo'lsa, boshqalarning hayoti ham xuddi shunday. Bitta narsani unutmang, siz avtotransport vositasini boshqarib chiqyapsizmi? Kimningdir farzandi, kimningdir ota-onasi, kimningdir yaqini ham yo'lga chiqayotgan bo'lishi mumkin. O'zingizni va yaqinlaringizni doimo ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.